Barchaga salom do'stlar. Sizlar bilan Crystal Team YouTube kanali. Do'stlar, o'tgan videoda mendan top 3 ta Android uchun o'yinlar so'ragan edingiz. Mana siz aytgan o'yinlar. 3-o'rin Dubai Drift o'yini. Bu o'yin yopiq yarim ochiq dunyo o'yini hisoblanadi. Bu o'yinda siz muayyan arenalar va yopiq treklarda harakatlanasiz. Erkin haydash rejimi ham bor, lekin bu cheklangan hududda amalga oshiriladi. Keyingisi Extreme Drift o'yini. Bu o'yin yopiq arena o'yini hisoblanadi. Asosan drift treklari va poyga maydonchalarida iborat. Dunyosi esa unchalik katta emas. Diqqat markazida faqat sizning haydash qobiliyatlaringiz tekshiriladi. 3-o'rin Go to Car Driving 3, ya'ni 3 o'yini. Bu o'yin to'liq ochiq dunyoga ega hisoblanadi. Siz shaharda erkin aylana olasiz. Uylarga kirishingiz, turli obyektlar bilan muloqot qilishingiz mumkindir. Xullas do'stlar, kanalga obuna bo'lib qo'ying.